Bugun rosa charchabsiz-a, ota? Gapirgingiz ham kelmayapti. Mendan rostsiz-a, otajonim? Siz umuman ish qilmang, ona. Nimadir ish qilasiz lekin mazam bo'lmayapti bolam deb yotib olasiz. Mana men o'zim qilaman hamma ish. Qanday aqlli o'g'lingiz bor? Hamma joy yig'ishtirib, kiyimlarni tayyorlab qo'ydim. Endi ovqatga tayyorgarlik ko'raman. Siz yotib dam oling, onajonim. Xo'pmi? Xo'p. Ye. Shundadim. Qalbingiz bo'lmish. Ertaga otam ro'zg'orlik qilib kelsalar kerak. Nima yeymiz endi? Nimadir dastavka qilaman. Hamma ishlarni qilib oldim. Uxlasam ham bo'ladi. Hey. Dam olishga sal vaqtli emasmi? Boyga xolodilnik bo'shiga senga sal g'alati tuyulmadimi? Sababi ota-ona qarayapti. O'zingga-o'zing kiyim sotib olishni boshlading. O'zingning kiyimlaringni yuvishni boshlading. Avvallari esa ota o'ziga qo'shib senga ham kiyim olardi. Ona esa seni oppoq yuvintirib, oppoq kiyintirib ko'chaga chiqazardi. Sanchi o'zing bilan o'zing ovora bo'lib qolsan? Yo'q. Sen faqat ota-onaning roziligini olma. Uni duosini ham ol. Ota-onang senga qanaqa ota-ona bo'lgan bo'lsa, sen ular kutgan farzand